Mana gazabloylar holatlari. Вообще zo'r holatda turibdi. Shu yerda 12 soat pishib chiqadi gazabloylar. Havochalari mayda-mayda bo'lib chiqqan mana. 22 kilo bo'ladi. Qo'li bilan ezib bo'lmaydi buni. Qattiq. Polistrobloylarimizni 22 ming so'mdan yetkazib beryapmiz Farg'onachiga. Bu narsa nima ekan deb turganlarga, bu polistrobloyga qo'shiladigan polistrollar bo'ladi. Toshkentdan yetib keldi. Polistrollarimiz ham polistrobloylarimiz chiqyapti. Manzilimiz Farg'ona viloyat Toshloq tumanida. Bugun sizlarga gazabloy va polistrobloy narxlarini aytib o'tamiz. Sifatlarini va farqlarini bir-biridan. Bu ko'rib turganinglar gazabloy bo'ladi. Shu sushilkaga kirgan bu gazabloylar avtomat reskada kesilgan. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Tiniq holatda turibdi. Gazabloyni razmerlari 20-30 ga 60, og'irliklari qurigan holatda 20 kilo bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 18 ming so'mdan Farg'onachiga yetkazib beryapmiz. Bizda yana polistrobloylar bor. Bitta burchaklarni ko'rsatib o'tay. Mana gazabloy. Shu teshikchalari, havochalari mayda-mayda bo'lib chiqqan mana. Ularimiz gazabloy bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana qolipda turganlar. Ular o'sha kecha quyilib bugun chiqqan gazabloy bo'ladi. Mana bu sushilkamiz. Mana gazabloylar holatlari. Вообще zo'r holatda turibdi. Shu yerda 12 soat pishib chiqadi gazabloylar. Hozirda gazabloyimizga 10 kunlik zakaz bor. Qurilish qiladigan ukalar bemalol zakaz qilaverasizlar, yetkazib beramiz. Farg'ona bo'ylab 18 ming so'mdan dastavkasi ichida 100 gacha olib borib beramiz. Endi sizlarga polistrobloyni ko'rsatib o'taman. Bu yoqda polistrobloy quyilyapti. Bu polistrobloyimiz Namanganga 1700 ta zakaz olganmiz. Mintasini o'zi tayyorlab qo'ydik. Mana polistrobloy. Razmerlar 20-30 ga 60. Og'irliklari 22 kilo bo'ladi. Qo'li bilan ezib bo'lmaydi buni. Qattiq. Polistrobloylarimizni 22 ming so'mdan yetkazib beryapmiz Farg'onachiga. Bunga ham где-то hozir 10-15 kunlik zakazimiz bor. Mana holatlari. Naryoqda ham bor. Kimga shunaqa polistrobloy, gazabloy bloylar kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yetkazib beramiz. Mana polistrollar shunday chiqib turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Endi kimgadir polistrobloy, kimgadir gazabloy bemalol kelib, ko'rib zakaz beraverasizlar.